Dadamning badani o'tkir bir narsa tarafidan titilgan. Ko'p qism joylari yeyilgan. Ham badandagi tirnoq izlaridan qaraganda bu ishni qandoqdir bir odam qilmagan. Shunga dadamning ro'yi balduroq aram topsin. Bu zamanda faqat odamlar yaşamaydi. Bizden başqa yana nurg'un jonliqlar bor. Ammo sen degan doim kechida yolg'on bu bovoq tun bolasi. Sizlar bovayning ruhini sargardon bo'lsin deydiga o'xshamamsizlar. Acaba uni o'zi yashab kelgan yer sig'dira olmamdikan? Dada, o itning qochlayotgani odamning boshsunki. Qarg'ina. Men bu sığçı chiroyli ishonmayman. O so'ning yangisimi sana o'xshash chiroyli edi. Sen shu qeri mo'may. Meni bilmaydi deb qolma. Bu bizning zaminimiz. Ularga mushundaqla tashlab bersak bo'lmaydi. Bugun u qabristonlikni tashlab qutulasizlar. Atchu, bugunchu. Keyin ularga ota-bobonglar yashab kelayotgan mahallani tashlab berdigan o'xshamamsizlar. Yo'q, men yaqin kelma. Sen bir qonxo'r tursan, qandaqmi sen bilan to'y qilay? Haras, bu mahallani ular egilab bo'pti. Qisqasi, ular bu mahallada ovlabdi. Göş pişay dedi. Göş. O iyilikler kancok. Hemmini kıran sen. O buzuk. Tulu yaxşı adam kıyafetiga kirib olma. İnsaniyet barliq kelgandan buyon nurg'un ilg'or texnikalar orqali dunyodagi kishining aqli yetmaydigan sirlar ochildi. Ammo bu faqat oz bir qismi bo'lib, bu mo'jizaga to'lgan dunyodagi nurg'un ishlar yanada insonlar uchun bir sir bo'lib kelmoqda. Vahimlik asar Tun malikasi. Abdori Obul Qosim Charchan. Birinchi qism. İnsaniyet barliq kelgandan buyon nurg'un ilg'or texnikalar orqali dunyodagi kishining aqli yetmaydigan sirlar ochildi. Ammo bu faqat oz bir qismi bo'lib, bu mo'jizaga to'lgan dunyodagi nurg'un ishlar yanada insonlar uchun bir sir bo'lib kelmoqda. Mening ismim Obul. Biz yashayotgan mahalla sal chatrak bo'lsa-mu, ammo suyi ravon, tuproqi munbat bu zaman asli bag'vonchilikka noyat mos keladi. Shunlashqa tarixchilik ishtiyoqi bor xeyli ko'p kishilar mana mushu mahallada bosh ko'tardi. Shuning uchun men bu mahalladagi oyog'im ostidagi to'pidimmi xushallik his qilatdim. Bu mahallaning g'arb tarafida qumishlar bukbaraqsan o'sgan bir ko'l bor bo'lib, ko'lning tovan tarafi taklimakan qumligiga tutishatdi. Sharq tarafida bo'lsa bir qadimiy qabristonlik bo'lib, bu qabristonlikda g'alit ishlar doim yuz berib turg'ashqa, mahalladagilar bu qabristonlikni takshi emas deb yiqilishdan qo'rqatdi. Mahallaning yana bir tarafi ko'l. Tovan tarafi dehqonchilik maydoni bo'g'ashqa, o'lib ketganlarni yerlikka qo'yg'idak yer shakli egiz, tuproq qurg'oq, muvofiq joy yo'q edi. Shunga jasadni qabristonlikqa yaqinroq joyini tanlab yerlikka qo'yishatdi. Ammo dafn qilish ishlariga bir necha qatim qatnashganlar sarang bo'lib qoladi yoki kechida uydan izdireksiz yo'qolib ketadi. Bu ahvollar bag'anch ko'payib, jasad qo'yilgan qabrmi echilib, ichidagi jasad yo'qolib ketadigan bo'lib qoldi. Kishilar buni tekshirganda qabr atrofida son-sanoqsiz cho'mil izdak izlarni ko'radi. Bu mahallada jasad faqat bir necha metr raxtga o'rilib qo'yiladi. Azaldan hamdabni buyumlari yoki pulga yarg'idek narsalar bilan qo'ymaydi. Shundoq bo'lgan ekan, bu ishni hargizmo kepan o'g'illari qildi degili bo'lmaydi. Albatta, yana kelib ular o'likni nima qilsin? Ammo mahalladagi yeshcho'n kishilar bu ishlarni tun xalqining ishi deb atashdi. Bu ishlarni dastak qilib, alvoslarning borliqiga hukm qilishning o'zimi bir qiyin masala albatta. Lekin bu qabristonlikda kechida kichik bolalarning yig'ilgan ovozini anglaganim esimda. Cho'nglar bu yig'i ovozni anglagach, kechsi eshik derazalarini ching taqab, har qancha muhim ishi bo'lsa-mu, sirtqa chiqishga petnamaydi. Men bir qatam buvamdan buning nima ish ekanligini so'rganimda, buvam
cho'nqur ufsinib, bu zamanda faqat odamlar yashamaydi. Bizdan boshqa yana nurg'un jonliqlar bor. Ammo sen degan doim kechida yolg'on bu bovoq tun bolasi degan edi. Qabristonlikqa yaqin yerdagi dehqonchilik maydoniga kelganlar sirtdan kelgan kishilar bo'lib, ular hammasi xuddi zavod ishchilariga o'xshash ko'k ranglik ishton chapan kiyib oladi. Mahalladan cho'ng mashinalarni haydab, to'zitqunicha guldirlatib, hatto ba'zida qabristonlik orasidan o'tib ketishadi. Mahalladagilarmi bundaq cho'ng tipdagi dehqonchilik mashinalarini faqat televizorda ko'rgashga ularga havaslanib qarashadi. Ammo ular azaldan mahalladagilar bilan bodikaldi qilmaydi. Ammo sirliq yeri yaqindan buyon bu kishilarmi mahalladan o'tmas bo'ldi. Lekin dehqonchilik maydonining nahiya bilan tutishadigan faqat mushu birli yo'li bor edi. Keyin ba'zilar u yerda kiyimlari jo'l-jo'l, chashlari o'sib, yuzlarini to'sib olgan bir necha kishilarni ko'rishganini aytdi. Yuz bergan bu ishlarga ergishib, yaqindan buyon mahalladagi g'alati ishlar burunqidanmi ko'p yuz berishga boshladi. Mahalladagilar bu g'alati ishlardan cho'chishib, hatto etizg'i berishdimi qo'rqadigan bo'lib qoldi. Lekin nima bo'lmasin, bu ishlar bunday ketavasi bo'lmaydi-da. Shunlashqa ular ota bovisidan boshlab alvaslar bilan put tepishib yuralaydigan öyi bizning uyning orqa tarafidagi Qosim tog'amning yo'l ko'rsatishi bilan ishlarning tegiga yetish uchun yuraklikrak ikki odam xeyli ko'p pul berib, qabristonlikqa bir kecha mo'kinib, bu ishlarning zodi qanday ish ekanligini bilmoqchi bo'lishdi. Qosim tog'am pulga nihoyat amroq odam. Odatda bekorlik bir ishlarga qat'iy aralashmaydigan. Ammo umu bu ishlarning bir yomon oqibat olib kelishidan ansirab, bu qatim amalsiz o'tirga chiqqan edi. Ularning birsi 40 yoshlarning qarisini olgan bo'lsa-mu, ammo hozir ish to'y qilmagan amatgan bo'lib, bu qatim mush ishlar tugisa, qo'lim qo'shnilar az-azdan yig'ish qilgan pul bilan u oddiy bo'lsa-mu to'yni qilib oladi. Yana birsi bo'lsa, ota-onasi burunli o'lib ketib, kichikidan yetim qolgan, bu jahonda tortishqidak bir chiqaq o'g'liqidan boshqa hech nimasi yo'q, Yoqub edi. Ammo atsi kanatliklar Ahmadkamni qabristonlikning ichidagi oq tikanlar orasidan ko'zlarining qarsi keyniga o'tib, chiroyi to'piga milangan holatda topdi. Lekin u allaqachon nervisidan adashgan bo'lib, Alvasti, Yoqubni, alvaslar ketdi. Qapqara alvasti. Deydi. Ham to'xtamay, goh kulatdi, goh yig'laydi. Yana chiroyini birdilla jiddiy tusga kirgizib, u keldi. deb qandaqdir bir g'oyib narsa uningga yiqilishayotgandek yo'lqinatdi. Bu vaqtda uningga qiron 4-5 erning kuchi yetmaydi. Ammo bu kishining gaplaridan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, jasad hargizmi qabrdan o'zi chiqib ketgan emas. Balki uni qop-qora qiyofatga kirib olgan bir narsa qabrdan ep chiqqan. Unuqda u kim? U alvastimi yoki odammi? Agar u odam bo'lsa, nemishqa unda qiladi? Yoqub aytdi. Mana bular yangi qo'shilgan sirlar edi. Kishilar Yoqubni izlab, u qabristonlikning atrofini bir qator tekshirib chiqqanmi bo'ldi. Ammo ular bir iz yoki boshqa gumonlangan narsa topolmadi. Bu ishlarning ko'payishiga ergishib, mahallada biroz qazo topsa, kishilar ularni qo'shni yezdagi qabristonlikqa olib yerligiga qo'yishadigan bo'lishdi. Lekin orliq yiroq bo'lg'achqa jasadning uydagilarga oz bo'lmagan avorchiliklarni olib keladi. Lekin nimali bo'lmasin, bu qabristonlikqa endi jasad qo'yilmag'achqa kishilar xeyli xotirjam bo'lishdi. Ammo ishlar o'ylamagan yerdan chiqib, kishini cho'chitadigan bir ish yuz berdi. Oldingi kuni qo'shnimiz Hasan bovay nihoyat ichinishliq o'lib ketdi. Hasan bovay 80 necha yoshlar chamasida bo'lib,
mahallada cho'ng kichik hamma odam yoqtirdigan xushbe'il, teni sog'lom buvay edi. Ayoli burili o'lib ketgan bo'lg'ashqa, cho'ng o'g'li Mattursun aka va ayoli buvayning holidan yaxshi xabar olib kelgan edi. Mattursun akam shu kuni kechilab suv tutib, xotinni etizga o'g'it chachisan deb bilib chiqib ketgan bo'lib, uyda faqat Hasan buvayli yolg'iz qolgan ekan. Ular etizlik ishlarini tugatib uyga kirganda, kech soat 2 atrofida bo'lib, Mattursun aka o'yliga kiribla, tugay deb qolgan qo'lchiroqning nurida bir qop-qora ko'langining tal barog'i ostida bog' ishiga tarafga ketayotgan g'uva gavdasini ko'ribdi. Ammo u uyning chiriqining yeniqliq turganini ko'rib, dadam chapini ortib qo'yib, hojatga chiqqan o'xshaydi deb o'ylabdi. Va oldirmay darvozani taqab ondan uyga minibdi. O necha qadam elibla eshik oldiga kelib, ochiq turgan eshikdan uyning ichida bir odamning yotqinini ko'rib, yuragi qortliqib qopti. Chunki u yotgan kishining yirtilgan qon yo'q kiyimlarining pashlaridan qaraganda Hasan buvay ekan. U huduqqan holda yugurib uy ichiga kiribdi. Rasululloh yotgan kishi boshqa bir bo'lmasdan dal Hasan buvay bo'lib chiqibdi. Uy ichi ishkap, ustal o'rindiqlar o'rilib, yer yuzi butunlay qonga bo'yalgan bo'lib, Hasan buvayning qo'rsiqi yerilgan holda yotganini ko'rib, ko'zlariga ishonmay qoldi. U hoshini tepib, atrofiga qarab, otasining ishi qarni, uchay bag'rining yerda chichilib, Hasan buvayning yerilgan qo'rsiqiga olishib turganligini ko'ribdi. Buvayning bir qo'lda ching siqib olgan bekiluvchi atalning uzilgan ipi, yana bir qo'lining yerdagi xishni tatlab, yerilgan tirnoqlardan dadasining noyat qiynalib o'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi ekan. Mattursun akam nima qilarini bilmay turib qopdi. Orqadan uy ichiga ayoli kirib, bu manzarani ko'rib, varqirganicha hayajonlanib, to'lab, varqirab yig'lashga boshlabdi. Yerim kechida ularning ho'ylisidan chiqqan yig'izarini anglagan ba'zi kishilar yotgan yerlardan turishib, u uyga kirib, bo'lgan ishlarni ko'rishibdi. Bu yaqinqi yillarla yer ichilib borliq kelgan mahalla bo'lg'ashqa, bu mahallaning nopis ishlaridan tortib, o'g'irg'ichi mas'ul bo'ladigan hammaga tonish, birla Hasanjon saqchi bo'lib, o'mo mahalladagi cho'ng kichik ishlarga al qatori qatnashib qo'yatdi. Mattursun akam nimani xiyol qildi bilmadim. Bu ishlardan xabar topganlarga sir tutishni talab qilib turg'ashqa, hech kim bu to'g'riliq gap so'z qilmaydi. Hasanjon akam ketgandan keyin u ko'pchilik tushundirib, dadamning badani o'tkir bir narsa tarafidan titilgan. Ko'p qism joylari yeyilgan. Ham badandagi tirnoq izlaridan qaraganda bu ishni qandoqdir bir odam qilmagan. Shunga dadamning ro'yi balduroq aram topsin. Debdi. Demasimi, undaq narsalarning qiyri, ojiz kichik bolalarga qo'l sag'anligini bilamiz. Albatta, qo'lib silib qo'ygan darvozani lolma ishlarning ochalishi mumkin emasdi. Orqada yana hech bo'lmagandek yo'qab ketishi texmi mumkin emas. Ular shunda qayg'ular bilan aralashib ketgan gumoniy xiyollari bilan kechini tong otqizibdi. Atsi bu xabarni anglab, dadam meni ularninkiga boshlab bordi. Odamning qadri uning qabrisining kaynida degandek, o'ylida ularning yiroq tuqqanlarimi bor edi. Qarsam ular bir nechasi bir yerga kelib kusurlashib, "Ay, o alamat yaxshi odamti. Hey, shuni degina" deyishayotdi. Undaq aslanish balkim o'limdan keyin bo'lsa kerak. Biz kelganda ular buvayning jasadini qo'shni mahalladagi qabristonlikqa olib qo'ymoqchi bo'lib turishgan ekan. Yo'l yiroq bo'lg'ashqa ot harvasini jabdib turgan ekan. Biz berib uzun o'tmay ho'yliga, uchisiga, zanzo ayollarnikidek kiyimlarning o'pchorsiga yeshil bir narsadek ko'z qo'yib olgan, sal oqargan boshlariga g'alita, unchidek narsalarni taqib olgan, yuzni yo'l-yo'l qo'riqlar besib, xuddi furilishib ketgan raxtga o'xshab qolgan, lekin yurish turishi yeshig'i mos kelmagan, oyog'i chaqqan qarmoqqa bir qarab, cho'chaklardagi qon ichar jadugardek ko'rinadigan bir mo'may bilan, uning bilan yoshda xeli farqliq, sochlari o'sib qush o'siga o'xshab qolgan, burnini quritishayotgan yangyug'i o'xshaydigan bir er kirib keldi. Uning ko'zlari xuddi yirtqichlarninkidek mudhish ko'rinadi. Men xiyolimda ular dehqonchilik maydonini o'tkazib oldigan bo'lsa kerak deb o'yladim.
Ular hovlida turganlar bilan oddiy salomlashgandan keyin ayol oldida, keynida uyga qarab mangdi. Ammo ayol bosog'idan amdil bir putini epla, tuyuqsiz to'xtab orqaga yondi. Va yendiki yosh erga furlashib ketgan chiroy bilan umidsizlarcha beshini chayqab qarab o'tib, eshik yonida qo'l qo'shtirib turdi. Bu chaqda uydan bir necha kishi Hasan bovoyning jasadini elib chiqib, ot harvasiga qo'yib turishiga tuyuqsiz g'alati ayol bir ikki qadam oldiga chiqib, "Sizlar jasadni nega aparmoqchi?" dedi. O ayolning ovozi bakli g'alati edi. Bu savolga Mattursun akaning qiyin otisi yoshliq ko'zlarini yengil surtib javob berdi. Qo'shni yezdagi qabristonlikqa. O ayol bu gapni anglab, sal ochiqlanganday qilib, "Sizlar bovoyning ruhini sargardon bo'lsin deydiga o'xshamamsizlar. Ajiba uni o'zi yashab kelgan yer sig'dira olmamdikan?" dedi. Kishilarning hammasi mo'mayning bu gapidan ig'ir sukut kuchamdi. Oradan birasimi mahallada yoki bu yerdagi qabristonlikda olvosda arvoh bor deyamadi. O g'alati ayol boshqalardan javob chiqmag'achqa birdam ko'zini yumib jim turgandan keyin, "Bu bizning zaminimiz. Ularga mushundaqla tashlab bersak bo'lmaydi. Bugun-ku qabristonlikni tashlab qutulasizlar. Atchu, ugunchu. Keyin ularga ota-bobonglar yashab kelayotgan mahallani tashlab berdigan o'xshamamsizlar?" dedi urg'uliq ohangda. O ayolning gaplari nihoyat hayajonli bo'lib, xuddi bu ishlarni bir sehriy karomat bilan tugatadiganday qiladi. Bu chaqda oradan biri o ayolga qarab, "Ajiba sizlarning o'ylaganlari o'xshamamdi. Bo'lsa, beshimizga kelgan bu baloyi ofatni tub yiltizdan yo'qotsak bo'ladi", dedi. Shundalar kishilar bir necha eg'izdan ovoz qo'shib, "Ha, shu emasmi? Shundoq", deyishdi. Bu gapni anglab, g'alit ayolning yendiki eg'izining burjigida boshqalarga qarab so'g'uq kulib qo'ydi. Qarmoqqa ular uchun bu ishlar kichik bir ishdek tuyg'u beradi. G'alit ayol o'zini tamkin tutib, "Uyinglarda ko'ni ko'rish bormi?" deb so'radi. Ordan Mattursun akaning ayoli yig'i aralash qisqali javob berdi. "Ko'ni ko'rish yo'q edi", dedi Arala. "Sizlar birchini ko'rish tepinglar", dedi-da yendiki erga lappida qarab qo'ydi. O armo o momayning qarashidan bir ishlarni tushungandek o'yla ichidan ushoq o'tin parchasini terishga boshladi. Bu chaqda dadam yenimga kelib, "Balam, Mattursun akaning uyida ko'rish yo'q ekan. Tezdan bizning uyga berib, birchini ko'rchab kel", dedi. Men yugurib birchini ko'rishni olib chiqib, g'alati ayolga qo'rqimsirab sundim. Qarab hayron qoldim. Chunki uning qo'llari timirdekla, terisi ustixoniga choplashib qolgan edi. U g'alit ayolmi xuddi menga o'xshashda bir normalsizlikni sezgandek menga qarab sal tengirqab qoldi. Men ixtiyorsiz uning ko'zlariga qarab sapdiman. Uning ko'zlarining ichida badanda o't kuyayotgan bir narsa uyan-buyan to'lg'ishayotgandek ko'rinadi. O ichida gurishni sangandek bir ishlarni qilgach, arlab harvi ustiga bovoyning jasadiga qarab qo'ydi. Ammo uning nima qilayotganini yendiki erdan boshqa hech kim bilmaydi. O ayol ichida bir nimalarni deginicha birchini gurishni qo'lga olib, asta bayqa axlat ustiga sepishga boshladi. Bu chaqda axlat ko'p qilib ko'yishga boshladi. Buningdan ho'yildik hammadan qo'rqib turganda g'alit ayol qo'ldagi hasini o'tqa bir oz qaqlab, asta jasadga yaqin kelib, yeshiga mos kelmaydiganlik chaqqanlik bilan jasad ustiga bir qanchani urgandan keyin qo'lni uzatib, bir narsani kapli qilib tutib, tortishga boshladi. Buni ko'rgan Mattursun aka uni to'smoqchi bo'ldi, dadam uni to'sib qo'ydi. Qarmoqqa u narsimi bo'sh narsa emasdek qiladi. G'alit ayol xeyli uzoq tirkashgandan keyin Hasan bovoyning jasadidan qop-qora tutunga o'xshash bir narsani so'rab chiqdi. U narsaning faqat beshi va qo'l putlarining shaklini farq etgili bo'ladi. Bir necha yildan bo'lsa qo'rqib bir bo'lug'i qisilib qoldi. U narsa g'alit ayolning qo'ldan chiqib ketishga to'xtamay yo'lqingan bo'lsa-mu, g'alit ayol uni so'rab kelib, o't ustiga tashlashi bilan o't ichida g'ayriy ovozda ichinish chiqargan ovoz anglanib, o't guldirlab osmon palak ko'yishga boshladi. G'alit ayol bu harakatlarni tamomlab bo'lg'icha bag'li hasrab ketgan bo'lib, uni bayiq yo'lib olgan edi.
O'tmo 5 minutlarcha kuyib, oxiri dangalda g'alati narsa qoldi. Ondan o g'alati narsadan is o'rliginicha uchib to'xtadi. Buni ko'rgan Mattursun aka asta g'alati ayolning oldiga kelib, hayronlik bilan: "Acha, bu qanday ish? Ko'yib ketgani zodi qanday narsa?" dedi. G'alati ayol bu gapni anglab, sulg'un ovozda: "Dadangizning tenini bir alvasti egilyapti. Hozir dadangiz yengillab qoldi. Uni boshqa qabristonlikqa opirmiz deb yurmay, mushu yerdagi qabristonlikqa qo'ysanglar bo'ladi", dedi. Bu gapdan ko'pchilikning hammasi xushal bo'lishdi. Mahalladagi alvasti yo'qotildi. Ular qandaqmi xushal bo'lmasin. Ammo g'alati ayol o'ylidan chiqib ketayotgach, menga lappada qilib, sirliq qarshidan qo'rqib ketdim. Xiyolimda u nimishqa menga qaraydiganda deganlarni o'ylab, badallarim tikallashib ketdi. U yana bir ishni esimga solgandak: "Ha rost, bu mahallani ular egilab bo'pti. Qisqasi, ular bu mahallada ovlabdi. Ko'proq diqqat qilinglar. Agar yana xotirjam bo'la olmasanglar, meni dehqonchilik maydoniga izlab borsanglar bo'ladi", dedi. Bu gapdan ko'pchilikning xushalligi birdamning ichida nalagidur g'oyib bo'lib, atrofida g'ayriy narsalar bordak ansiz qarashdi. Vahimlik ovozliq asar Tun malikasi. 2-qism. G'alati ayol shu gaplarni qilgandan keyin asta hovlidan chiqib ketmoqchi bo'lib menivdi. Mattursun akamning qiynatisi va bir necha yosh kuchun kishilar ulardan bu ishlarni bartaraf qilishib berishni o'tinib uyga boshladi. G'alati ayolmo iliq changivosh er bilan bir qarashayotgandan keyin asta qadamlar bilan qayta hovliga kirdi. U bu qitim nihoyat salmoq ham mehribon bo'lib, uning bayotinqi jadugardek siyoqidan qilchilik asar ko'rinmoqdi. Ular izzati bilan hovlidan uyga kirib ketdi. Hovlining bayotin u g'alati ayol o't qo'ygan yerda hali hamma qapqara is purqirab, munarsimon is ko'tarilib turg'ashqa, ko'pchilikning ba'zilarining chiroyida qo'rqinish aks etsa, ba'zilarining chiroyida hayronlik aks etdi. Ahmadning uydikilari bo'lsa, nimishqikin xushal bo'lganda qiladi. Kishilar g'alati ayolning shu gap bilan Hasan boboyning jasadini yanala mush mozorliqqa momayning yardım bilan qo'yishni qaror qilishib, sal ko'ngli amin topgandek bo'lishdi. Shu chaqda birsi mo'ramga yenik urdi. Qarsam o dadam edi. Dadam menga uyga qaytib, mallarga o't selib etishimni, o'zining bu ishlarni bartaraf qilish berib, ondan bordiganligini degandan keyin menmo uyga qaytdim. Dadam bo'lsa tushlarga yaqin qaytib keldi. U qaytib kelibla onam damlagan choyni bir o'tlab, ondan jasadni yerligiga qo'yg'ichi bo'lgan ishlarni so'zlashga boshladi. U sizlarga desam, bayotin qabristonlikqa menish yo'lida Hasan boboyning jasadi bak ig'irlab ketdi. Bara-bara bir necha kishi bir bo'lib ko'tiribmi, bir necha qadam mangmayla asrab o'milab qoldik. Bu ishlarni ko'rgan g'alati ayol, ya'ni Mattursun akamning uyidan ep kelgan heliqi gurishni akilib, bir nimalarni degach, Hasan boboyning jasadining ustiga sepivdi, meyit ustidan ustutak o'rlab, sapsiriq bir ish tushib ketdi. Hay, mushunda qishma bo'ldi ekan deyman. Helimu bu mahallada qo'rqmay yashaptimiz. Helimu o g'alati ayol bo'lib qopti ekan. Deb turishiga dadamning telefoni ansi sayrab ketdi. Qarmoqqa dadamning o g'alati ayolga bakli qoyil bo'lganligi chiqib turadi. Dadam telefonni elab: "Nim bo'ldi?" deb chiroyi tatirib, ko'zlari chaqchiyib ketdi. Dadamning chiroyidan bu bir cho'ng shum xabardek tuyg'u berdi. Dadam telefonni qo'yib, men va opamning uning eg'iziga qarab turganimizni ko'rib, eg'ir xursinib: "Qo'shni yezdiki, Yoqub tog'ang tuyuqsiz tuyib ketibdi", dedi-da opamga qarab: "Opasi, tez tayyorlik qiling. O'g'lininkiga berib kelaylik", dedi. Dadam yana xotirjam sizlanib: "O bo'l, menga qara bolam. Bugun tushdan keyin suv neviti bizga kerakdi. Ammo o'ylimga yadan bu ish chiqdi. Sen darhol o'stang bo'yiga berib, navbat kelgan hamon etizga suv boshlavat. Ammo esingda bo'lsin, kash kirishdan burun cho'qim uyga qaytib kel. Iliq g'alati ayolning mahallada olvasti o'labdi degan gapini sanmo anlading. Yana kelib, men bir necha qitim o'stang bo'yidagi so'gat to'yida bir yalang'och bolaning yig'layotganini o'z ko'zim bilan ko'rgan. Lekin bu odam bolasi emas.
Yana bu qorong'ulik bo'lishi mumkin o'g'lim. Ammo bu ishlarni hozirgacha birsiga demasligimning sababi bu ishlarni bilgan odamni ular oromida qo'ymaydi. Ammo seni ko'proq ehtiyot qilsin debla bu gapni da'vatman. Shunga bak diqqat qil bolam, dedi. Bizning o uzun bir poch etizimizning to'van tarafi dal hiliqi qadimiy qabristonlikqa tutashgan bo'g'ashqa dadamning xotirjam bo'lolmaganligining sabablarining biri mushi edi. Menmo ma'qul dada, xotirjam bo'l. Dapla katmanni muramga otib, o'stang bo'ylab etiz tarafga yo'l oldim. Men kelib qarsam, yer xo'shnimas Qodir aka meni ko'rib, "Ukam kapsango, ikki etiz ya batdi. 1-2 soatdan keyin suni sizlar tarafga o'zim qo'yib beraman. O vaqtcha ishing bo'z qag'ashdi." Dapla oldirash eriq bo'yiga ketib qoldi. Meningmi boshqa muhim ishim bo'lmag'achqa, o'stangning bo'yidagi qeri so'gat to'yda navbat saqlab o'ltirib, qachonlarda uxlab qolganimni bilmayman. O'zimni sezmay so'yatga yo'linib uyquga ketibdiman. Bir chaqda quliqimga bir kichik bolaning qiqilib kulgan ovozi anglanib, cho'chib uyg'onib qarsam, atrofga allaqachon gugum pardasi yelg'an bo'lib, bizning etizga hadab suv kirib etibdi. Ammo atrofda na kichik bola ko'rinmaydi. Tuyuqsiz dadamning qorong'ulik to'g'risida deganlari yodimga kelib, qo'rqishga boshladim. Ammo yaxshiri usab ketgan ziroatga suv qo'yish navbati oxiri bizga aron keldi. Albatta, bu mo qo'shnilarning obdalligi edi. Ko'nglimda qurg'oqchilik mazgili bo'g'ashqa, bu mo yaxshi bo'pti. Qir yakasimi ati etivog'ili bo'ldi. Nimali bo'lmasin, etizga suv kiribdi degan xiyol bilan ko'nglimda o'zimni uydagilarga cho'ng ish qilib bergandek hissiyotda edim. Lekin uxlab qolg'ashqa etizga suv kirayotganiga qanchalik vaqt bo'lganligini bilmaydim. Etizning to'van tarafi qabristonlikqa tutashgan bo'g'ashqa berish qipetinaman. Shu asnoda shu tarafda bir kimlarning paranglashgan ovozi anglabla to'xtab qoldi. Sal hayron bo'lib, bo'ynimni so'zib qarsam, qabristonlikda laylishib yurgan ushaq ikki pocha o't sharchisi ko'rinib, do'ngliklar orasiga kirib g'oyib bo'ldi. Lekin paranglashganlar kim ekanligini zodi bilmadim. Ammo esimga Hasan buvayning ichinishlik o'limi, yana Hiliqim mo'mayning bu mahallada olvastlar ba, ular bu mahallaga ulabdi degan gap kirib, badinimni titrak bosdi. Men o tarafdan ko'zimni uzmay o'rnimdan turdim. Lekin sal qo'rqib tursammi, o'zimga balkim qo'shni etizdagi suv tutayotganlarning qo'lchirqi bo'z kerak deb tasalli berdim. O'zimni zo'rg'a bazlab o tarafga yaqinlashdim. Bayqa ovozda yana yer tagida paranglashayotgandek bo'g'iq anglab yana yo'qolib ketdi. Vaqt asta o'tib, atrof 10 qadam yerdagi odamni tunug'li bo'lmaydigan darajada edi. Bu chaqda bayqa bir kimlarning paranglashgan ovozi uzilmay anglanishga boshladi. Men qo'rqib tursammi, asta etizning to'van tarafiga qarab maqdim. Chunki etizning qanchalik yerga suv kirganini yiroqdan bo'lsa-mu bilishim kerak edi. Men qabristonlik tarafga yaqinlab kelishim bilan bayqa ovoz texmi aniq anglanishga boshladi. Bu ovoz ichida ayollarning ovozidek inchga, kichik bolalarning ovozidek sil, buvaylarningkidek bo'g'iq ovozlar bo'lib, bu ovozlar va bir to'p kishilarning olitog'li vaqirishayotgan ovoziga o'xshab qoladi. Qaraganda nurg'un kishilar o't o'chirayotgandek tuyg'u beradi. Bu chaqda atrof qozonni dumkum turib qo'ygandek qorong'u bo'lib, qo'lchiroq doirasining sirtini ko'gili bo'lmaydi. Men qo'rqib pat-pat kaydimga burilib, qo'lchiroqni atrofga tutib qaraydim. Ammo qarg'an siri o cho'plar orasidagi qorong'ulikda bir narsa meni maravotgandek teximi qo'rqatdim. Qabristonlikqa yaqinlab kelishim bilan bu ovozdan qabristonlikning tegidan chiqayotgandek anglishidan badinim muz ko'lchigiga tushib ketgandek muzlab, tukurgimni xuddi tikka yutgandek tasti yutib, ixtiyorsiz titrashga boshladim. Shu asnoda qulog'imga suvning shirildigan ovozi anglandi. Men oldimga necha qadam elib, qo'lchiroqni qirg'i to'g'rilab, beshimga bir chelang suv quygandek cho'chib ketdim. Chunki etizga suv to'shib, qirdan teshib, qabristonlik tarafga qarab yiqyotdi. Men darhol qo'lchiroqni peshonamga taqab, berib, yer ketgan yerga katman bilan to'p tashlashga boshladim. Chunki bu qabristonlikqa suv kirib kelsa, boshqa ishlarni demgandimi, mahalladagilar meni hargiz kechirmaydi. Ammo suv bag'ancha ulg'uyib, men dastlab turgan qir yerilib tushib, meni suvga
ya'ni bayatdan beri hosil bo'lgan bu o'rakni yiqitdi. Bu chaqda qo'limdagi katman qayoqlargadir g'oyib bo'lgan edi. Su sovuqmi yoki o'ylaganimdek sovuq emasmi? Vahima ichida muzdek sovuq tushib, xuddi qaynayotgan qozonga tushib ketgandek andikib, har yon tipirlaydim. Shu topda beshim pirqirayotamdi yoki yer pirqirayotamdi bilmayman. Qo'lim bilan bir narsani tutib olish uchun qo'limni ikki tarafga sundim. Ammo suv tushib, xemirdek bo'shab ketgan nam tuproq barmoqlarimdan sirg'ib o'tib, qancha tipirlasam, shuncha tez cho'kib ketyotdi. Shu topda men ovozimni birasi anglaskan, meni bu yerdan tortib olskan degan umiddiman. Varqirg'ash bu yerdan chiqib ketish uchun qilgan harakatlarim natijasiz bo'lib, borgancha yerning tagiga tushishga boshladim. Oxiri tipirlashlarim bekor bo'lib, suv bilan birga o'limning ishigidek bir qorong'u kambardan jangalda qolgan o'shkidek voqirashlarim bilan birga o'rak tushib ketdim va darhol o'zimni o'ngshab, qo'lchiroq nurda atrofga qaradim. Qarmoqqa bu cho'ng o'rakning atrofi qabrdeklik qiladi. Men qo'rqib, bu qabrdan chiqib ketish uchun tipirlab, nima qilarimni bilmay turganda, quloqimga boya anglangan bo'g'iq ovoz yaqinli yerda yana anglandi. Qo'lchiroq hozirman peshonamda yeniqliq bo'lib, atrofni, dimoqni eshittirdigan zay ham tappuruqi bir og'an edi. Men hayronlikda ovoz chiqayotgan tarafga sinchilab qaradim. Qardim yo'q, qarg'inimdan ming pushaymon qildim. Chunki qabrning ichida ko'zlari kamardek. Kalpik sesib tushib ketgachga tishlari qo'zug'ichi ko'rinib qolgan, besh xuddi oftobga xohlangan kavdak, terisi so'ngaklarga chaplashib qolgan bir quruq ustixon jasad suvda o'zini har tarafga urayotgan bo'lib, qo'lchiroq nurda uning badandagi qandoqlari ko'rinib qolgan ko'rinish shunchalik vahimalik ko'rinadi. Men darhol qachay dedim-yu, putturim xuddi tosh esib qo'ygandek eg'irlab, putturimni yutkamayotdim. Kallamda uning jasad yoki alvos ekanligini hukm qilmayotdim. Agar u jasad bo'lsa, jasad qandoqmi o'rnidan turib harakat qila olsin deganlarni o'yladim. Putqolarim o'zimga bo'ysunmagan shu paytda buning bir tush bo'lishini shunchalik orzu qilardim. Ammo bu amaliyot edi. Men shularni o'ylab, qo'rqib, uning menga yiqilishib qolganini sezmay qopdiman. U har qitim suvga cho'kkanda uning tortishib qurib ketgan terilari daraxtning po'stidak ajrab bir-birlab so'ngaklari xuddi paltining sepidek ko'rinishga boshladi. Uning ichinish ingrashlari xuddi mendan meni qutqizib ol deb o'tinayotgandek qiladi. U jasad borgancha ichinishlik nolik qilishga boshladi. Ikki qo'lni suzib menga yiqilib kelishga boshladi. Bu chaqda qabristonlikning ichimi suvga to'shay deb qolgan bo'lib, suv kirayotgan eg'izmi xeli cho'ngib, osmon qapoq puchug'idek ko'rinib turadi. Men bundaq turaversam, o'zimni tunjiqib kelishidan ansirab, suv kirayotgan eg'izdan sirtqa qarab, bor kuchim bilan o'milashga boshladim. Beshimdan xuddi chelak bilan suv qo'ygandek suv quyilib turadi. Men qabrdan chiqay deb qolganda, yog'ochda qattiq bir qo'l putimdan tutib, qabr ichiga tortishga boshladi. Bu chaqda putimning og'riqi bilan qo'shilib, ko'yishganda qattiq ichishdi. Men buningdan qo'rqib, bor kuchimni ishlatgan bo'lsam-mu, lekin yanala putlarimga o'tkir tirnoqlar sanjilib, har qitim qechib chiqib ketish uchun kuchiganda, u qo'l serilib, tirnoqining so'ngaklarini qirg'in ovozi qulqimga anglab, butun vujudim og'riq dastidan lag'ildab titraydi. Men nima qilarimni bilmay, ikki qo'limni kang ichib, kamar eg'iziga taynib turib, yana bir putimda u qo'lga kuchab bir nachini dastabatdim. Mening qayta-qayta dastishim bilan qulqimga yana bayqi jasadning ichinishliq bo'g'iq ovozi vaqirganligi va qarasigan ovozda anglanib, o ovoz asta-asta suvning tagiga tushib to'xtab qoldi. Men mutashishda xatardan qutulib chiqib, qir beshiga yiqilib qoldim. Putlarimdan issiq qonning beg'ishimni bo'ylab sirg'ib tushganini sezib o'tdim. Men birdamda bo'lib ketgan ishlarni qabul qilolmay, atrofimga qaytadan sansilib qaradim. Ajablanarliki, bayqiga o'xshash ovoz qabristonlikning hamma yerdan xuddi bir to'p har g'o'nglayotgandek anglanishga boshladi. Men yana qo'rqib, qo'lchiroqni qabristonlik tarafga to'g'riladim. Bu chaqda nurg'un qabrlarga suv kirayotgan bo'lib, o'zimning cho'ng bir baloga qolganligimni bilib, uyga qarab yiqilib qopib yugurdim. Ammo ko'z oldimda yanali heliqi jasad. O'zimning natijada yiqilganimni, badanimning qancha yerni tikanlatilib qon qilayotganligini bilmayman. Faqat ansiraydiganim boyqa jasadning orqamdan kelib qelishi edi. Shunga yugurgach orqamga ansiz qaraydim.
Har qarag'animda atrofimdagi daraxt soyasi xuddi bir gigant maxluq menga yiqilib kelayotgandek tuyg'uda bo'lardi. Birdan toza hasrab, humidab yugurib, o'yimga yiqilib qoldim. Ammo put-qo'lim bo'shishib, yiqilib tushgili aron qilayotdi. Uyga kiribla eshik derazni ching taqab, uy ichidami titrak besib, uyning bulung pushqoqlariga, karvatning ostiga, ishkapning keyniga ansiz qarashga boshladim. Bo'lgan ishlarga o'zimningmi ishongisi kelmay, bir qator aslab chiqdim. O'zimni sagitish uchun ho'l kiyimni silib etib, munchiga tushib baqdim. Hozir badanimning saq yeridan kagicha shax-shumbulaga ilinib, yara bo'lgan yerlar ko'p edi. Xeyli uzoq yo'lni yugurib kelgachga, hozirmi o'pkam ig'izimga tiqilib qolgandek nafas ilib turardim. Put-qo'lim jonsiz bo'lib, putimning o jasad titayotgan yeri amburda qisqandek og'riyotdi. Ishtimning pushqog'ini o'rib qarsam, 5 tal tirnoq izi titayotgan edi. Soatga qardim. Bu chaqda soatmi 12:30 bo'lgan edi. Uyda yolg'iz bo'lg'ashqa ansizlik ichida derazadan sirtqa va eshikka qardim. Tuyuqsiz bir qarashim bilan qopaqdak oppoq bir iskilt bosh, qop-qora ko'zlari bilan derazadan uy ichiga lappida qarab, tezda o'tib ketdi. Men o'zimga Amdi bu nimidi? Acaba o jasad mushagich qo'g'lab kelganmidi? Devatdim. Badanimning titrayotgani o'zimga ayon edi. Men nima qilarimni bilmay joyimda o'ltirib qoldim. Shu topdiki tatargan yuzlarim, chakchagan ko'zlarim, lag'ildab turgan turqimmo boyaqi jasaddan farqi qolmagan edi. Shu asnoda taqab qo'ygan qushxonning ishigi asta g'ichirlashga boshladi. Cho'chib ishikka qardim. Ammo mening qarshim bilan ishik g'ichirlashdan to'xtab, dariz pardalari har yon uchishga boshladi. Men darhol darizani taqab, tezda ishik tarafga qardim. Ammo qarab vaqirvatdim. Chunki ishik to'da terisi ustixonlardan ajrab, ko'ni chaponning yirtiqidek sangilab qolgan ko'zlarining o'rni qop-qora kamar bir badbashir jasad uy ichiga, ya'ni menga qarab yiqilib kelishga boshladi. Men bo'lsam kaynimga yinib, uy ichida meni yoshirib qo'ygudek bir joyni izlaydim. Ammo bak charchab ketgachkimikin yoki Allohning sehriga uchurdimmi, putturim xuddi necha tonna ig'ir toshga bosurilib qo'ygandek ig'irlashib ketyapti. Vahimlik ovozliq asar Tun malikasi 3-qism. O jasad shamol chiqsa uchib ketdigandek daldangshib, menga yiqilib keldi. Men qo'rqib, ikki qo'limda beshimni quchoqlab, tugilib, ko'zimni ching yumib oldim. Shu topda o'zimning tush ko'rayotganligimni, birisining meni bu yomon tushdan uyg'otib etishini shunchalik umid qilib ketdim. Shu asnoda bir oyoq tevishi yiqilli yerda anglishi bilan dimoqni echish turdigan bir kuchlik, ichiq puroq burnimga purashga boshladi. Men o'z-o'zimga nima bo'lsa bo'lsin, o'ladigan ish bo'lsa-mu, ko'zimni ochmayman dedim. Shu asnoda kuchli bir tiniq quloq tubimda gurildab anglashga boshladi. Sen bizning makonimizda vayron qilding. Sen cho'qin badal to'laysan. Cho'qin badal to'laysan. degan ovozi anglashga boshladi. Bu ovoz shunchalik vahimlik bo'lib, xuddi ovoz yangratquni quloqqa yiqib olgandek quloqlarimni g'ungiltibdi. Sazgurligim turmuzlanib, yomon tush ko'rgan odamdek qo'limga chiqqan narsalarni qarsig'ila uningga otdim. Shu asnoda yog'ochda qattiq bir qo'l gilimni qattiq siqib, meni egiz ko'tarib, tamg'a terib turdi. Men ikki qo'limda uning yog'ochdagi qo'llariga esilib, putlarim havoda pullanshib, nafas ololmay, beshim chinqilib, ko'zimni ochdim va uningga qardim. Ko'z oldimda chirib o'lib ketgan, so'nglari orasiga sho'rto'p to'shib, kamar ko'zlarining ishkirsini farq etgili bo'lmaydigan bir g'alit chiroy menga maqta qodilib, sen makonimni vayron qilding. Endi bu ishlarning hisobini olaman. Hisobini bersa. Deginicha shu bir gapni takrorlaydi. Uning gilimni siqib olgan qo'llari intayin kuchli bo'lib, bo'yin so'ngimning g'arasayotgan ovozlari o'zimning qulog'iga anglanib turadi. Vaqray deydim yo'q, ammo ovozim chiqmay, amalsiz putlarim bilan tomni terajab tipirlaydim. Lekin har qancha kuchapmi, uning kuchli qo'lidan ajrayolmay, asta-asta put qo'limni chanqamay, beshim piqirab, ko'z oldim qorong'ulashishga boshladi. Ammo jon bermak, nadimi undoq oson bo'lsin.
Mening o'limga tambagim kelmay, eng og'ir kuchimni yig'ib, qo'llarimda atrofdan bir nimalarni izlashga boshladim. Ammo nimani izlaganimni o'zimmi bilmaydim. Shu topda bir til pichoq bo'lsa, shu pichoqni barliq bisotimga tiyishga rozi edim. Tuyuqsiz qo'limga yumloq bir narsa urildi. Farzimcha bu ishkab ustidagi chaynak edi. Men bor kuchimni yig'ib, chaynak bilan uning udilchagan yeriga urishga boshladim. Ammo urishlarim unga hech bir ta'sir qildigandek emas edi. Men yana kuchab bir nechini urgandan keyin chaynakning ig'izi ichilib ketgan bo'lsa kerak, bizning usti beshimizga muzdek suv to'kilishga boshladi. Bu chaqda bu jasad meni qo'yib etib, ichida chiqirab, xuddi kislota chechilib ketgan odamdek tipirlashga boshladi. Qarsam, uning hul bo'lgan terilaridan sapsariq is o'rlab, qog'ozdek yumshoq yerga eqib tushyotdi. Men bo'lsam, nafsim yetishmay, kalidek pushildab, o'mlab berib, uyning bir bo'lingida qisilib o'ltirib, uningga qaytib qaradim. Ammo u jasad birdamning ichida osmondimi, yerdimi ko'rinmaydi. Atrof timtas bo'lib, yerda faqat maqchiyib ketgan chaynak, o'l bo'lgan chiniqish, chiroq nurdan poqirab turadi. Bak asrab ketgachkimikin o'rnimdan turolmay, joyimda xeyli uzoq yetib qoldim. Qanchalik vaqt shundoq o'tdi bilmadim. Bir chaqda uy ichiga darizdan quyosh nuri tushayotganini his qilib, sirtqa qaradim. Bu chaqda tomi xeyli suzilib qolgan edi. Men uyda helimi olvasti bodak, helila meni bo'g'ib, karvat ostiga akirib ketadigandek qo'rqib, jonsiz putlarimni so'rab sirtqa chiqdim. Havo nihoyat ochiq. Shabnam tomchilari gul va dal-daraxtlarning yopirmoqlarida marvoyatdek yaltirab turibdi. Tabiatning go'zalligiga qarab bo'lib, o'tgan ishlarni xuddi bir tushdik. Dunyoda undaq ishlar azaldan mavjud emasdek tuyg'uga kelib qoldim. Ammo gelimning og'riqida chukurkimni yutolmayotdim. Shu asnoda qo'rsqimning oshqinini his qilib, o'zimning tunugun tushdan beri bir narsa yemaginim esimga keldi. Ondan asta uyga kirmoqchi bo'ldim. Ammo ishning yeniga kelibla turib qoldim. Chunki uy ichida g'ijildab, ig'ir-ig'ir chiqayotgan nafas ovozi hali hamma anglab turadi. Men uyga kirishga jur'at qilolmay, orqamga yenib, qo'tiniga qarab qoldim. Kallamda tuman ming chigish xiyol. Shundaq menga qo'ylarning marashlaridan qo'tang'imni kep qolganligimni bildim. Qo'ylar meni ko'rib, xuddi men mermiganlarga o't bermaydigandek bas-basda marishga boshladi. Asli bu bichorlarmi tunugun tushdan beri o't yemagan edi. Men seppagan o'tlarni ularning ishtiha bilan yeyotganini ko'rib, meningmi ig'izimga seriq suv kelib, qo'rsig'im nag'ri chelishga boshladi. Lekin uyga kirib bir narsa yeyishga petinolmay, olimlarning uyiga boray deb, avval uninga telefon qildim. U telefonni tezda oldi. Biz bir qator ahvollashgandan keyin men uninga ko'p gap qilishni xohlamay, uningdan nima ish qilayotganligini so'radim. U Adash, senmi bilsa, qaysi kuni qabristonlikda Ahmadkam elishib qoldi. Ali yo'qolib ketdi. Bizning nimali bo'lmasin, ular bilan tuqqandoshligimiz bor emasmi? Shunga Ahmadkam meni iliqi dehqonchilik maydonidagi ayolning qishiga epmagan, dedi. Menmi uning uyda emasligini bilgandan keyin hadabla telefonni qo'yib etdim. Ondan nega berishimni bilmay turganimda tuyuqsiz telefon sayirdi. Qarsam telefonni dadam uribdi. Telefonni elib qo'lqimga tutishimga dadam qo'pol talaffuzda. "Nadasan? Dada, men qo'tanga kelgan. Darhol uyga kel." Dabla telefonni qo'yibdi. Darhol esimga oldingi kuni qabristonlikqa mening sababimdan so'kirib ketgan ish keldi. O'z-o'zimga tugashdim dedim ichimda. Amalsiz nemikin bo'lsa ko'raman deb o'ylab, dar oldidagi gunohkordek beshimni sangiltib uyga keldim. Uyga kelsam, dadam qo'shimizda turib, eshik oldida uyoq-bu yoqqa mang'al turibdi. Uningga bilindirmaslikka shuncha tirsammi, og'riq dastidan oqsab mang'idimni ko'ribla, chiroyini o'zgartib, ne bo'ldi? Bolam oqsab qapsan-ku." Hech yo'q dada. Meni nimaga bunday jiddiy chaqirdingiz? Dadam bu gapimni anglamagandek. Mundaq qila, ko'r baqay. Degenicha kelib, putimni ko'rib, cho'chib ketdi. Ondan mendan nima ish bo'lganligini so'radi. Men dadamga bo'lgan ishlarni yepidan yenglig'icha so'zlab berdim. Chunki ba'zi ishlarni yoshirgan bilan qabristonlikning sudi qolgandek cho'ng ishni baribir yoshiramayman.
Dadam gapim tugab bo'lguncha ko'zlarini necha yo'g'antib, necha kichiklatib, menga chachiyib, umidsiz chiroy ifodasi bilan beshidagi bo'kni qamollab turib, chatoq bo'ldi. Endi qandaqmi qilamiz? Deb beshini sangiltib, xeyli uzoq o'tirgandan keyin menga, biz heliqi momayning yeniga boraylik. U momay balkim bizga yordam qilib qolar, dedi. Men u momayning gapini anglab, yana qo'rqishga boshladim. Chunki men ularni tunagin ko'ribla, momayni xuddi Maxtumsullarning tapindan qon sho'rig'an, yetti boshliq yalmavuz momayning siyaqini ko'rgandek bo'lgan edim. Hamda ichimga ta'sirliksiz bir qo'rqinish kirib olgan edi. Hayot mana shundoq. Kishini kutmagan ishlar, kutmagan kishilar, kutmagan dillar orqali kutmagan ichinishli tuyg'ularni his qildirdi. Mana bu taqdir. Bumi balkim mening taqdirim bo'lsa kerak. Deganlarni xiyol qilib, uyqusizlikdan qizargan ko'zlarimni zo'rg'a echib, "Bo'ldi dada. U momayning qishig'i bormayman", dedim. Dadam bo'lsa, "Nimishqa bormaysan? Ha? U momayning deyishicha, ular birmi mushunda qishlarni qildi ekan. Nurg'un odamlarni davolab saqaytibdi ekan. Bak yaxshi odamlar ekan", deb qo'shimizdan turib qo'ydi. "Bormayman dedim-ku, bormayman. Haras, sen hiliqi Qosim tog'amni besh cho'nkiratding-ku. Bak bo'lmasa, shuni qishig'i borayli." Qo'ya u Qosim tog'angni. Hozircha uning vaqti o'tdi. Sang desam, momay osmondagi oy bo'lsa, Qosim tog'ang faqat bir paqroq qo'ng'iz xolos. Bula tez. Tayyor bo'l. Xap, yaratmay qo'ng'izga o'xshatganlaringni hamon bir kuni deb qo'yaman, dedim ichimda. Bu chaqda dadam keskin holda, "Bo'ldi, azmay, tez tayyor bo'l." Anglasam olimlar Ahmadkamni shu gap ketibdi. Qolgan ishlarni elning ahvoliga qarab birdim deyli. Haras, opam qani? Opang Yaqub tog'angnikida turib turadigan bo'ldi. 7 kundan keyin qaytib keladi, dedi-da, orqadan ig'ir xursinib, mayli bolam. Bo'g'liq bo'pti. Senimi zo'limay. Bu ishlarni bak ichingga ep ketma. Qarsan bak charchab ketibsan. Ozroq bir narsa yeb, kirib birdam uxla. Men dadam bilan uyga kirgandan keyin qo'rsqimni ular ep kelgan puli bilan to'yg'izdim. Ondan yetib o'ylab qoldim. Hayotda nurg'un issiq suvoqlarni boshdan o'tkazib, nurg'un arzu umidlar bilan yashaydiganmiz. Ammo oxiri bir qozon puli bilan uzaydigan o'lim bilan hamma ishlar tugaydi ekan. Shu xiyollar bilan uyquga ketibdim. Bir chaqda yerimdan chiqayotgan bir tevishdan cho'chib uyg'onib ketdim. Ondan beshimni ko'tarib qarab cho'chib ketdim. Chunki eshik oldida yana hiliqi jasad ig'ir xirildab nafas olganicha menga qarab turibdi. Men qo'rqinish ham hayronlik ilkida, "Sen bu yerda nima ish qilasan?" deganimcha kaynamga surilishga boshladim. Hozir qachay desammi, u jasad eshik yonida bo'g'ashqa amalsiz edim. U jasad yana so'g'uq nazarlarini menga tikinicha tamtirab menga darizning udligiga keldi. Uning usti beshi ho'l bo'lib, uy ichiga badindan sapsiriq suv tamchilab turibdi. Shu asnoda uning zuvan kirib, nihoyat suhlik ahvolda. Sen bizning makonimizni vayron qilding. Sen makonimizni vayron qilding. Deb ushliq tirnoqlarini menga tanglab, yiqilib keldi. U shundoq davatqanda ig'izdan jigarang, qichqoq ushoq qon uyutmasi ig'izdan etilib, üstü beşimga chachratdi. Men bo'lsam lag'ildab titrab, "Menga yaqin kelma! Yo'qa!" deganimcha qo'limga chiqqanligi narsalarni uniga qartib aytib "O'bol, bolam, nima ish bo'ldi?" degan ovozi eshik sirtidan anglandi. Men dadamning ovozini anglab qarsam, dadam uyga ustida kirib, xuddi yerda hech nima yo'qdek, jasad mavjud emasdek, u jasadning oldidan o'tib, mening yonimga keldi. Ondan, "Bolam, nima ish bo'ldi? Targa cho'mib ketibsan-ku." Men aloqsizlik bilan qo'limni u jasadga tanglab, "Dada, u jasad yana kapti", dedim.
Dadam, men qo'limni tanlagan joyga xuddi ushoq bir narsalarni ko'rishga intilayotgandek sinchilab qarab etib, "Bolam, sen yomon tush ko'rib qopsan." Dadamning bu gapidan sal g'alitlik his qilib, o'zimni qattiq tutib olgan qiyofatda u jasadga qayta qaradim. Xato emas. U jasad xuddi meni masxir qilayotgandek dadamga bir qarab etib, ishning keyindagi qorong'ulikqa singib yo'qolib ketdi. Demak, u jasad dadamga ko'rinmaydi. Dadam mening gaplarimga ham jasaddan hul bo'lib ketgan uy ichigimi gumon nazari bilan qarg'ash. "Bolam, bu holing bilan kecha qandoqmi qilasan? Yura, seni hiliqi momayni qishiga ib boray," dedi. Bu hayotda o'xshamagan bunda qismatlarimdan ko'nglim bakmi yerim edi. Dadam bu qitim gapimni faqat anglamag'achqa, asta jonsiz putturimni aran yo'tkab karvatdan tushdim. Yerning xeli ko'p yerida qip-qizil qon uyib qolgan bo'lib, bular boya mening ko'rganlarim hargizmi tush emas, balki amaliyot ekanligini isbotlaydi. Ammo dadam nimishqa bularni ko'rmaydigandi. Dadam nihoyat ishchan. Yashinib qolgan bo'lsa-mu, piyoda yo'l yurishga amroq odam edi. Shunga bizmi piyodali yo'lga chiqdik. Men yo'l bo'yi dadamga kelingan qiyofatda, "Dada, bo'ldi uyaga bormaylik-ku," dedim. Ammo dadam, "Bolam, o momayning karomatini sen ko'rding-ku. Mahallada sana o'xshash bo'lib, oxirida elishib qolgan yoki yo'qolib ketganlarmi oz emas. Texi tunugin u momay tun bolasining gapini anglab, bu ishlarga yordam qildigan bo'ldi. Shunga sen joylik qilma," dedi. Dadam bug'doy ko'p jafo chekishga beli sal egilgan bo'lsa-mu, lekin oldimizda qadini tik tutadigan, og'irgan yerni bizga bilindirmaydigan oq ko'ngil inson edi. Qarmoqqa bu ishlar dadamning emas, oldingi kuni qilgan yaxshi ishim uchun taqdirning jazosida qiladi. Shundoq, har ishning ig'ir badali bo'ladi. Birimiz og'rib kelib to'laymiz. Birlarimiz ayrilish bilan. Ba'zilarimiz mol dunyo bilan. Ba'zilarimiz jon bilan. Ba'zilarimiz ifodalash qiyin bo'lgan azob bilan. Men har qancha desammi, dadam har bahonasi bilan ko'nglida o'ylig'ini qildigandek edi. Biz shundoq ketayotganda yarim yo'lda Ahmadkamning dadasi bilan olim uchirdi. Men ularning dal hiliqi momayning yendan kelganligini bilgachga, "Olim, Ahmadkam qani?" dedim. Olim beshini chayqab, "Adash, momay uyda yo'q-ku. Shunga Ahmadkamni hiliqi erga tutqizib qaytdik. Sizlar nimaga mangdinglar?" dedi. Men u momayning uyda yo'qligini anglab, olimga javob qaytarmay, xushal holda dadamga, dada, momaymi yo'qkan, eng yaxshisi qaytib ketaylik," dedim. Shundoq deb tursam, Ahmadkamning yimchik ko'z dadasi, "Hay, momayning o'g'li, momayni hozir keladi," dedi. "Shunga u momay yiligacha kep bo'ladi," deb qo'shib qo'ydi. Dadam bu gapni anglab, oldirabla, "Yura bolam. Kech kirib ketsa, qaytishimiz tas bo'ladi. Tezroq boraylik," deb unimay, odatda uyda uxlab qolsam, meni uyg'onib ketmasin deb ishni shunchalik avoylab yopadigan bu dadam bu qitim meni zo'rg'a ilib mangdi. Men ichimda o'zimga, "Dunyo, mavjudligim jinimning jazosimi? Ajiba men ortiqcha bir insonmi?" deydim. Ammo Ahmadkamning uyada qolganligini anglab, bakmi joyli qilib ketmadim. Qarsam dehqonchilik maydoni nihoyat cho'ng bo'lib, ko'z yetkisiz bug'doy etizdagi oltin bashoqlar xuddi poyanda sag'andek sapsiriq ko'rinadi. Bug'doylikda qaranchuqlar nihoyat ko'p bo'lib, qarmoqqa keng ketgan etizda nurg'un kishilar qarab turgandek tuyg'u beradi. Lekin pishqan bug'doy bashoqlari yerga sangilab, chanoqlardagi dallar to'kilib tursa-mu, hech kim yig'ib olmabdi. Men buningdan sal g'alitlik his qildim. U yerga yaqinlab berib qarsam, bu bir cho'ng qo'ra bo'lib, atrofi egiz tom bilan qo'rshalgan. Xuddi shahar qo'qidek bir yo'g'on darvoza ichidan taqoqliq ekan. Biz bir pas darvozani qoqqandan keyin darvoza tuyida bir it bum ovozda qavashqa boshladi. Darvoza sal ko'ni bo'g'ashqa yuchiqidan ichini ko'gili bo'ladi. Dadam bo'lsa, heliqi darvozaga urib turadi. Men darvozaning yuchiqidan qarab tursam, xeyli vaqtdan keyin bir odam odong chig'inicha yandagi bir uydan chiqib keldi. U kishi oldiga oshpazlarnikidek rangi kirdastidan xiralishib ketgan partuq tortib olgan bo'lib, u qo'lida bir xil yo'g'on bir narsani g'ajlayotgandek qiladi. Lekin darvozaning yuchig'i cheklik bo'lg'ashqa aniq farq etish mumkin bo'lmayotdi. Ammo kishini cho'chitdig'ini uning eg'iz burni qip-qizil qon yo'q edi. Men ichimda uning yavotqinni ajiba xom go'shmidi deganlarni o'ylab,
tuyuqsiz Ahmadkamni asga ilib, keynimga necha qadam yenib ketdim.